Tak, boshlaymiz. Butunlay diqqatimizni qalbimizga qaratamiz va chuqur nafas olib, nafas chiqaramiz. 3 marta nafas olib, nafas chiqaramiz. Ko'zlaringiz yumgan holatda, kimda iloji bor bo'lsa, iloji bo'lmasa hech qisi yo'q. Asosiysi diqqatingiz qalbingizga qaratilsin deb nafas olib chiqaramiz. 3 marta, yana 1 marta. Demak, tasavvur qiling, sizni ro'parangizda o'zingizni aksingiz. Siz o'zingizni aynan to'g'ringizda ro'parangizda o'zingizni ko'ryapsiz. Butunlay yuraklarimizni biz har birimiz cheksizlikka qadar ochamiz. Hamda o'sha ro'parada ko'rgan insoningiz bugun aynan o'zingiz aksingiz bugungi kun uchun, aynan bugungi kuningiz uchun dasturlashingiz uchun siz istagan asl muqaddas ssenariylarni, xohishlarni yashab o'tishingiz uchun sizga hozirgi kunda juda aktual bo'lgan asl xohishlaringizni amalga oshirish uchun o'z ruxsatingizni bildirishni boshladingiz. Sizni bugun har biringiz muqaddas sevgi oqimiga ulanishni boshladingiz. Bu oqim sizda har biringizda har kuningiz uchun muqaddas quvonch, asl xursandchilik, asl tashakkurlik, ilohiy kulgu, asl sevinch, beg'ubor qalbingizga ulanishingiz uchun hamda asl boylik, asl serobgarlik, pul oqimlari kanallarini ulashingiz uchun, pul oqimlari kanallariga ulanishingiz uchun sevgi oqimi spiral simon ravishda butun taningiz bo'ylab butun borliqqa qadar aylanayotganini ko'rishingiz mumkin. Bu spiral simon energiya butun tanalarimiz bo'ylab oltin nur energiya orqali butun tanamizdagi, ongimizdagi har bir bizni kelajakka bo'lgan umidsizlik, ishonchsizlik, har bir ongida norozilik, yaratuvchiga bo'lgan norozilik, har bir momentlarini, ong dasturlarini yuvishni boshladi. Butunlay yuvishni boshladi. Musiqani zapsda qilinmasligiga aytib o'tgan ekan. Hozir bir meni YouTube'dan qo'yib. Demak, bu spiral simon energiya butun tanalarimizni yuvishni boshladi. Aynan kelajakka bo'lgan ishonchsizlik, umidsizlik, har bir o'sha aspektlarini insonning qaysi biri hozirgi kunda aktual bo'lsa, qaysi dasturlar aktual bo'lsa, sizni o'zingizga, qalbingizga, yuragingizga qaytarishga to'sqinlik qilayotgan har bir platformalarni yuvishni boshladi. Sizni har biringiz bugun kuningiz muqaddas ssenariylardan o'tishi uchun asl xursandchilik, asl sevgi, asl
tashakkurlik, asl sehrgarlik ssenariylar sizda namoyon bo'lishi uchun o'z roziligingizni berdingiz. O'sha ro'parangizdagi inson, ya'ni sizni aksingiz siz uchun sizni qalbingizdagi asl xohishlaringizni anchadan beri tasavvur qilib, kuningiz qanaqa o'tishini tasavvur qilib kelayotgan qalbingizdagi istaklaringizni o'sha to'g'ringizdagi ro'parangizdagi insonda o'sha ko'rilgan. U sizni yangi versiyadagi, yangi ong o'lchamidagi aksingizdir. U sizga "Men hammasini qila oldim, sen qila olasan. Senda bu amalga oshishi mumkin" degan ssenariylarni sizga ko'rsatib berishi boshladi. Qalbingizda chuqur xotirjamlik, xursandchilik, sevgi, ishonch namoyon bo'lishni boshladi. Har biringizda nur dunyolarida muqaddas sevgi o'zingizga nisbatan va butun dunyoga nisbatan uyg'onishni boshladi. Bu praktikani har kuni bir mahal bajarganingizda kuningiz sevgi oqimi bo'ylab muqaddas ssenariylarga ulanishni boshlaydi va siz istagan hayot maksimal ravishda, tezlikda, siz istagan kuningiz qanaqa o'tishini istagan hayotingiz maksimal ravishda, tezlikda hayotingizda namoyon bo'lishni boshlaydi. Endi esa shu so'zlarni ayting. Mani yagona yaratuvchim yoki Allohda kim qanday aytishdan qat'iy nazar, bugungi kunimni senga topshiraman. Bugungi kunim sen orqali nur dunyolariga ulansin. Muqaddas ssenariylar orqali asl tashakkurlik, asl xursandchilik, muqaddas boylik va serobgarlik har bir hayotimda bo'layotgan vaziyatlarda seni sevging bilan, seni ko'zlaring bilan, seni mehring bilan, seni so'zlaring bilan hal qilishim namoyon qilinsin. Har bir insonda, har bir daqiqada, har soniyada menga seni ko'rishim ishga tushirilsin. Har bir daqiqada menga o'zingni eslatib tur. Men sen orqali har soniyada sevgini his qilishga, muqaddas xursandchilikni, sevgini va men uchun xayrli bo'lgan serobgarlikni, boylikni hayotimga kirgizishing uchun men o'z roziligimni bildiraman. Men bugun, aynan bugun qayerdaman, kimga kerak bo'lsam, o'sha joyda meni hozirla va o'sha joyda meni xizmatlarimni sen uchun bajarishni istayman. Bu har biri menda namoyon qilinsin. Muqaddas yuragimni sen uchun ochilishi, chek-chegarasiz nurlarga to'yinishim uchun har bir ongimdagi, har bir ong qatlamlarimda namoyon qilinsin. Chuqur tashakkurlarimni senga yuboraman va har bir daqiqada, har bir vaziyatda, har bir insonga chuqur tashakkurlarim uyg'otib berilsin. Har bir vaziyat uchun, har bir inson uchun
har bir xursandchilik, sevinch, har bir mandagi o'sish uchun, rivojlanish uchun, boylik uchun, sehrobgarlik uchun mandagi chuqur tashakkurlarim, minnatdorchiligim uyg'otib berilinsin. Muqaddas sevgini yanada his qilishga mani kuchim uyg'otib berilinsin. Muqaddas sevgini, senga bo'lgan sevgini, sen orqali yaratiladigan sevgini his qilishga va ko'rishga men o'zimda ruxsatnoma beraman. Tashakkur, tashakkur, tashakkur. Bugungi kunim men o'ylaganimdan ham ko'ra men uchun va hamma uchun xayrli bo'lgan holda barakali, quvonchli, sevgiga to'la, tashakkurli hamda boylik, serobgarlikda o'tishi namoyon etilinsin. Men o'z roziligimni beraman. Ongim shu o'lchamlariga o'tkazib berilinsin. Men o'z ruxsatimni beraman. Chuqur sevgim bilan, nurim bilan seni bag'ringga bosaman. Seni mehringni, taftingni his qilishga tayyorman. Har bir daqiqada sendan taraladigan kuchni his qilishga va o'zimdan namoyon qilishga tayyorman. O'sha kuch orqali meni har bir rivojlanishimga, o'sishimga, sevgini his qilishimga to'sqinlik qilayotgan har bir vaziyatlarni, ong dasturlarini, cheklovchi o'y-xayollarni har birini oltin suv energiyalari orqali yuvilishiga tayyorman va o'z kuchimni, seni menga bergan asl kuchingni o'zimda uyg'otishga men tayyorman. Yuragim cheksizlikka qadar ochib berilinsin va sevgini sendan his qilishim namoyon etilinsin. Yuragim nurga to'yintirib berilinsin. Ongimni yuqori oy o'lchamlariga o'tkazishim ishga tushirib berilinsin. Tashakkur, tashakkur, tashakkur. Qanaqa o'zingizni his qilasiz? Hozirgi o'zimdagi jarayonlarimdan chuqur tashakkurlik, qanaqadir sevgi, xursandchilik ko'payib ketdi. Ishonch. Ishonch ya'ni yaratuvchi, yagona yaratuvchi Allohda har birimizni qalbimizda ekanligi va u har doim bizani qo'llab-quvvatlashi, har doim bizga yo'l ko'rsatish haqida kuchli sevgi, minnatdorchilik, tashakkurlik uyg'onib ketdi aynan o'zimda. Albatta siz o'zingizda nima o'tayotgan bo'lsa yozib o'ting. Aynan shu praktika orqali qanaqa holatlarni yashab o'tdingiz va balkim yig'i kelgandir, kimdadir yig'i kelishi mumkin. Yig'lash bu juda ham zo'r holatlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun bu praktikamiz qisqa bo'lsa ham, lekin foydali bo'ladi degan umiddamiz. Albatta bu praktikani bir kuni bir mahal, mana hozir ko'rgan bo'lsam 12 daqiqa ketdi shu praktikamiz uchun da. Bu praktika sizni o'sha yaratuvchi bilan bog'liqlikni ulab beradi. Siz agar yaratuvchi bilan, ya'ni Alloh bilan bog'liq bo'lganingizda, uni har soniya his qila olganingizda, sizdagi atrofingizda bo'layotgan vaziyatlarda albatta o'sha kuchni his qila olasiz. O'sha kuch siz orqali harakat qilib shu vaziyatlarni birgalikda, yengillikda bajara olasiz. Chunki sizda o'sha yaratuvchini kuchi va ishonchi har soniya sizga o'zini eslatib turadi va sevgisi albatta. Sevgi har birimizni o'zimizdan boshlanadi. Bu sevgini har birimiz his qilishimiz
uchun bu praktikamiz juda ham yordam beradi. Hammaga tashakkur. Kichkina praktikamiz. Qanaqa sizda holatlarni kuzatgan bo'lsangiz, albatta yozib o'ting va biz bunda xursand bo'lamiz. Hammaga tashakkur. Xayrli kech hammaga. Xayrli kech emas. Har doim kechki payt qilganim uchun, bugun ertalab qilganim uchun ozgina непривычно bo'ldi. Hammaga xayrli kun. Kuningiz barakali, omadli, quvonchli, sehrgarlikka to'la, boylikka to'la va har soniya eng asosiysi sevgini qalbingizda his qilishingiz, yaratuvchiga bo'lgan, o'zingizga bo'lgan o'sha sevgini har soniya his qilishingizni tilab qolaman va bugungi kuningiz omadli, serdaromadli, quvonchli, sevgiga to'lishini tilab qolaman. Hammaga xayrli kun.